Nimaga aynan Chimyon chashmasi va Koinot Kavsar sanatoriyalari? Sanatoriyaga shunchaki borib dam olishni xohlaysizmi yoki kasalligingizni aniqlab davolanishni? Ko'pchilik dam olish maskaniga boradi, lekin o'zidagi holatni to'liq va aniq bilmasdan dam olib qaytadi, lekin kasalliklar uni organizmida yillar davomida rivojlanib boradi. Lekin bizdagi Chimyon chashmasi hamda Koinot Kavsari olami sanatoriyasi hamma kabi sanatoriya emas. Bu yerda har bir mijozga individual chuqurlashtirilgan diagnostika va laborator tekshiruvlari o'tkaziladi. Bu ikki sanatoriyaning davolash metodlari hamda qadriyati bir xil, ya'ni shifokorlar ko'rigidan o'tkazilib, analizlarga tayangan holatdagi muolajalar buyuriladi hamda qanchadan qancha inson davolanishni boshlamasdan avval kista, mioma, qandaydir onkologiya holatlarini va o'zidagi qandli diabeti borligini aniqlab olishadi. Bizga kelgan mijozlarimiz nafaqat dam olib qaytishadi, balki o'z sog'lig'i haqidagi ma'lumotga hamda uni nazoratga olishni o'rganib ketadi. Agar sizga ham klinika hamda sanatoriya sharoiti kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling.